Bu videoni siz mazza qilib ko'rishingiz uchun keldim bu yerga. Iltimos faqat videoni o'tkazib yubormang. Mana bu vidga o'zingiz qarab bitta baho bering. Butun Toshkent ko'z oldingizda kaftday namoyon bo'ladi-yu. Yunusobod Shahriston metrodamiz. Telebashlanish shundoq tegadi desak ham bo'ladi. Energy Hayot turar joy majmuasidamiz. Biznes klassdagi uy. Xonadonimiz 2 xona, korobka holatda bo'lishiga qaramasdan, yon atrofdagi eng arzon narxda. Bu uyni siz remont qilib sotsangiz ham yoki o'zingiz kirib yashayman desangiz ham aniq 100% foydadasiz. Ushbu turar joy majmuamiz bilan bitta sizni tanishtirib chiqing. Xonadonimizga bekorga biznes klass deya ta'rif bermadik. Yon atrofida barcha qulay sharoitlar o'rin olgan. Parkovka, bolalar maydonchasi va hattoki qo'shnilar chiqib o'tirishlari uchun mangalniy besedkalari ham bor. Ko'rib turganimiz 5 yulduzli mehmonxona emas, xonadonimizga kiraverish podyezdi xolos. Eng qimmat, chiroyli va sifatli bo'lgan interyer va materiallar ishlatilgan. Sodda qilib aytganda, ushbu turar joy majmuasida inson mazza qilib rohat bilan yashashi uchun hamma sharoitlar qilingan. Uy ichiga shunaqa katta aqlli eshiklar orqali kiriladi. 24/7 qo'riqlash xizmati va so'nggi rusumdagi domofonlar bilan jihozlangan. Birinchi xonamiz studiya formatdagi mehmonxona qismi. Umumiy hisobda 62 kvadrat plus 4 kvadrat balkoni ham bor. To'liq to'pli pol qilib qo'yilgan. 6 etajli domni 5-etajdan o'rin olgan. Ushbu domda o'zi sanoqli xonadonlar sotilyapti. Ularning ham eng arzoni